yılmayıp qarasa, dünya yoqtirib ketar. Ya qo'ysiz do'stlarini yilmayib ketar. Xayrli kun, esenmisiz? Xayrli kun sizga. Rahmat, o'qishlar o'qiymiz. Bugungi darsimizni boshlaymiz. O'qishlar, siz bugun yetmadi. Aytasiz komplimentlar, aytingiz. Ayta olmasiz? Denizima zenga галстук kiyishdi. Rahmat olmaz. Olmasina kurmak kiyishdi. Rahmat bo'ladi. Rahmat. Denizima kurmak kiyishdi. Rahmat bo'ladi. Ama sizden avqamatur. Yaxshi o'qishlar, aytasiz hozir bugungi kun turida da so'rashing. Diana. Aytasiz, olmaz? Bular bana qaysi kerak? Anadan seshanba. Aytasiz, bugun seshanba. Olg'ada bor. Aytasiz. Bugün sakın Yo'q, bugun enasi. Ha, aytib berasiz? bulutlu. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi, o'taman. Rengli. Bugün sinfda kimdi? Bugün sinfda demirdi. Rahmat, yaxshi. O'quvchilar, ishi bor edimi? Daniz. Do'stni yozmay kerak edi. Yaxshi, ko'tarib ko'rsatingizlar, yosadingizmi? Yosadingizmi? Так, бик yaxshi. Передаем на первую парту. Qizlar, rasmlarni qilingiz. To'xtalaringiz qo'ying. O'quvchilar, aytingizlar, do'st kim bo'l? Do'st kim bo'l? Правильно. Do'st yaqin kishi, u yomart, yordamchi, aqlli bo'ladi. Ayni, rahmat. Do'stlar nima bo'ladi? Do'st batir, turish, yaxshi, aqlli, motor. Bo'ladimi? Rahmat, bek yaxshi. Do'stlar nima bo'la olmaz? Bakır, motor, bunlar. Bek yaxshi. Qarangizlar, to'xtanglar. Mana siz nega motor rasmlar yosagansiz? Aytingizlar. Bular kimlar? Bular kimlar deydi? Bu do'stlar, bek durust. Demak, biz sizin bilan bugun do'stlar turida söylashamiz. Bizning temada mening do'stlarim bor degan o'qtallar. O'quvchilar, do'st so'zi nechik yasalgansiz? Qarangizlar. D durust сөйлейді, говорит правду. U usal tuгel, не злой. С сыр сaqlaygani, umid hranit tayini. Siz rizami? Aytgan o'zining do'sti turida so'ylab berdilik. Yarar, bizga sinov qilgan, сложный еще. Demak, bugun darsda kimlar turida so'ylab o'rganamiz? Kimlar turida? Bugun darsda bizning maqsad nashi cel do'stlar turida so'ylabga o'rganish. Buning uchun bizga sxema yordam etadi. Aytasiz, sxemaga qaraymiz, ham tarjima etamiz. Men o'qib, siz tarjima etingiz. Sening do'sting bormi? Qo'l ko'tarib turing. Yaxshi. Tashqi qiyofati nendek? Tashqi qiyofat, внешний вид, да ведь? Olg'ada aning xulqi nendek deyiladi? Какой-нибудь характер. Yaxshi. Siz qoida tanishdingiz, olmaz? Где подружить? Познакомились. Ham so'ng'isi siz birga ishlaysiz, Alina. Что вы вместе делаете? Bek yaxshi. Demak, bugun darsda biz 5 savolga javob berishga tegishli. Hozir ishimizni boshlaymiz.
Men sizga parlada ishlaymiz. Men sizga kartochkalar berib chiqaman. Azizlaringiz, bir o'quvchi so'rov beradi, ikkinchi o'quvchi javob beradi. Готовимся. O'quvchilar kim hazır? Yaxshi, ayda amaliy ham yo'lab o'tingiz. Юля, сені доступом бар? Мені доступом бар. Она нечеш? Она 11 yaş. Yaxshi, rahmat qizlar. Bularning keladi. Ильяна, сені доступом бар mı? Benim dostum var. Ол нешік оқиды? Ол yaxshi оқиды. Bek yaxshi. O'quvchilar, hozir ishlaringiz uchun o'zbek kartlarni ball yozamiz. Bek yaxshi javob berdingiz, demak har biringiz 5 ball qo'yadi. G'afur 4 ball qo'yadi. Qo'yimiz har kim 4 ball qo'ydi. Aytamiz o'yinni bor. Kim u? Bo'ldimi? E'tibor bilan tinglaymiz. Men sizga hozir bir o'quvchining tashqi qiyofasini so'rayman. Будет от того, одноклассника, вы должны угадать. Siz bilirsiniz. U uzun bo'yli, qora ko'zli, qora shashli qiz. Üstüne oq ko'ylak, suri etek, oyog'ina qora to'pli kiygan. U kim? U kim? Qora ko'zli. Ul Ramina, bizim Alina ul Zengar kızdı. Hazır türkümlerde iş işleyiniz. Men her türkümge resim bilen. Siz ana 2 minut aralığında в течение 2 minut должны описать. Türkümde işleyiniz. Так, ручкаларыңызды алып, померзать. O'quvchilar vaqt chiqdi. Ishni tamomlaymiz. Bo'ldi. Yaxshi. Ayda biz birinchi turkumni ko'ramiz. Bu kız, o uzun boylu, zenger gözlü, uzun sarı şişli kız. O üstüne alsu kürmek, kiygen, o ayağında alsu botinka kiygen. Bo'ldi, rahmat, bek yaxshi. O'quvchilar, har turkum bek yaxshi so'zladi. Hozir o'zingizga 5 ball qo'yamiz. Bu ish uchun. Bek yaxshi. Kiyimga qarab toshshoqlar, aqlga qarab uzatalar deb xalqlar qarang. Народный мудрость гласит: одежду встречает, холму провожает. Ayda qarang, chin do'st mendek bo'la ekan. Qaraymiz, bunda o'ng'ay sifatlar tarjima etamiz. Тискера символа, отрицательное качество. Ваша задача распределить вот эти слова на 2 группы. Каждый ученик по 2 слова. Это было? Tupaz. Tiskere sifat, saran tiskere Sifat. Ayet yuturiz. Yaxshi da obatı var. Aydaralina. İşte umay sıfat, terbiyesiz, tiskere. Qo'shlar. Hozir buni bilamiz. Men sizga onlay sifat aytsam, siz o'tirasiz. Agarda teskari sifat aytsam, siz bosasiz. Yaxshi. Soran. Endi biz noshar.
yumak, yardımcı, tertipsiz, yalqov, terbiyesiz, g'odir. O'quvchilar, ekranga qarangizlar. Qoida где so'rovini javob berganda sizlarga nega qo'shimchalar yolg'oni? Nega qo'shimchalar yolg'oni? Доте, доте. Хойшан, когда какое окончание прибавляют? Ранее. Если слово твердое и на конце стоит гласное, мы используем «да». Если слово мягкое, на конце стоит гласное, мы используем «де». Также такие окончания мы используем, когда слово оканчивается на звонкое согласное. Тате мы используем «та», когда слово оканчивается на глухую согласную. И слово твердое. Те мы используем, когда слово оканчивается на глухую согласную, слово мягкое. Gideriz, rahmat sizga. Qoribasiz. Qoribasiz bilan aytibizlar, bu narsa bu narsa bu. Shahar, Jo'ninga shahar. Bu Qozon shahari. Bu narsa stadion, bu narsa Alloh. Qoida, где? Qoida. Bu ko'tariladi. Qoida. Ayni qoida. Biladi bor? Stadionda. Yaxshi, qoida yana. Ola bu qadar. So'rovga javob beradi. Siz qoida tanishdingiz. Siz qoida tanishdingiz. Biz maktabda tanishdik. Tanishdik. Biz stadionda tanishdik. Yaxshi, olmaz? Yaxshi bo'ladi. Молодцы, bek yaxshi. Hozir sizning oldingizda kartochkalar bor. Mana bu kartochkalarda qo'shimchalar tushib qolgan. Тут пропущено окончание. Oling'iz kartochkani и дописываем окончание. Sizga 1 minut vaqt. Bek yaxshi. O'quvchilar, vaqt chiqdi. Kartochkalar bilan almashamiz, menaymiz kartochkani. Ham tekshiramiz. Javoblar ekranda, ответ на экране. За каждый правильный ответ ставите 1 балл. Балларыңызны yozыңыз. Занесите баллы свои карты оценочные. Bek yaxshi. Olqonda bor. Men sizga konvertlar bilan siz berilgan replikalar bilan, с данными репликами диалог tuzasiz, составьте диалог. Replikalarni olamiz ham dialog tuzaymiz. O'quvchilar, vaqt chiqdi. Kim asir? Bek yaxshi. Aytangiz, birinchi parta sizni tanlaymiz. O'tirib o'qiymiz, o'tirib, siting. Алло, достым, сәлем. Сәлем. Достым, айтали, эртеге математикадан эше бармы? Әйе, бар. 125 номер. Рәхмәт, достым, сау бул. Yaxshi. Rahmat o'quvchilar. Kim do'sti turda sizlarga tilaydi? Rahmat. Aytadigan seni tanlayman. Мене достом бар, аның исеме Гиляна. Аңа 11 яшь. Һәм Волгоградта яши. У Гиляна укыша буйлы, күңел күзле, сары, озын сары шишле кыз. Гиляна акыллы, ярдәмчел, эшчән, гадел, матур кыз. Без мәктәптә таныштык. Biz birga kinoga boramiz, o'rinda o'ynaymiz, maktabga yuramiz. Bek rahmat. Rahmat, bek yaxshi ekan. Yaxshi, o'tir. Rahmat. Aytamiz, hozir o'quvchilar sizga natija yozsak.
Bizimizin kartlarımızı alırız, hem sonarız. Neşe var? Hazır onlarımızı sonarız. Hem özümüzge bilgi veriyoruz. Ekranda bilgiler koyarız. Oldu mu? Agar bizlar kunlar 5 oldi. Yarar, yaxshi kunlar 4 oldi. Bek yaxshi. Uyga o'quvchilar sizga erishib, do'stingiz turida hikoya tuzilgan. Do'stingiz turida hikoya tuzilgan hammamiz suylarga ham tilagan kishi mahal topib, do'stlar undan mahal topa mumkin. O'quvchilar, bugun darsda kimlar turida suylarga o'rgandik? Ular o'quvchilar darsimizni o'zimiz yaratib ishlaydigan do'stlik shiri bilan Yaşa